Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana yana propan gaz masalasi to'g'risida gapirishni boshladik. Sababi 19-martda bizga tarqatilgan edi. O'shanda bizni gaz ballonimiz ikkita bo'lib turib, lekin bizga bitta berishgan edi. Biz janjal qildik, boshqa qildik. Bu yuqori tashkilotlarga, ya'ni gaz ustidan turuvchi rahbarlariga telefon bilan murojaat qilganimizda bizga har bir xonadonga bittadan berilishini va har oy o'z vaqtida kelishini aytishgan edi. Lekin hozirgacha biz sabr qilib kutdik, kelmadi. Mana bugun roppa-rosa 11-may. Endi o'zingiz hisoblayvering. Gaz ballon ikkitadan berish kerakmi? Har bir xonadonga bittadan berish kerakmi? Agar oymoy yetib kelganda edi, hech qanaqa xalqimiz, odamlarimiz janjal to'polon qilishmas edi. Ya'ni talab ham qilib chiqishavermas edi. Telefonvozliklar, gazxonaga borishlar bo'lib o'tmas edi. Bu borada Chortoq tuman gaz unitar korxonasi rahbari yaxshilab o'ylab ko'rishsa yaxshi bo'lar edi. Gazni ikkitadan berishsa yaxshi bo'lar edi. Bu haqida yana bir bor o'ylab ko'rishsin, toki biz prezidentga, boshqa joylarga chiqmasak, mana shunday muammolarni o'z vaqtida hal qilish kerak. Buni esa prezidentga olib chiqish unchalik ham shart emas. Shu yerni o'zida mana shu muammolarimizni hal qilsak yaxshi bo'lar edi. Xalq bilan davlat rahbariyatlar bir-birisini qo'llab-quvvatlasa, O'zbekiston bundan-da gullab-yashnaydi. Menimcha, mana shunday qilib turib, o'z vaqtida aholiga yetkazib berishsin, aholi ham o'z vaqtida qonun qoidalariga amal qilishsin.